Bular hammasi chorva uchun ishlatiladigan narsalar, akalar. Xitoydan olib keltiryapman o'zim. Hammasi mana o'qisanglar xitoycha yozib yotibdi. Xitoyda upakovka qilingan, men qo'limga kelgan. Bu hidga ham, changga ham, zaharli gazlarga ham zo'r. Juda mahkam ekan. Vashi respekt. Xitoyliklarga mana mustahkam narsalar chiqaradi. O'ylamagandim. Chotki narsalar, to'g'risi gapda mana. Demak, Xitoydan tovarlarimiz keldi. Chorvaga ishlatiladigan mahsulotlarimiz aksariyat qismi keldi, yana kelyapti yo'lda. Demak, birma-bir ochamiz, birgalikda ko'rsatamiz. Qani, keling, olib keling. Demak, bu nima ekan? Ular menga kelgan. Mana Sirojiddin Ziyodullayev. Ochamiz. Hamma o'zini mahsulotini tanisa kerak. Demak, bu o'sha shlemga o'xshagan, kaskaga o'xshagan narsa edi. Men o'zimga ham qiziq bo'lgan. Nima ekan bu deb, shundan buyurtma qilganlar bor edi. Keyin mana qilganmiz. Buni nimasi ham bor ekan, mana oldida oynasi. Mana bunday. Yaxshi narsa ekan, mana maskasi ham bor ekan. Havo kiradigan. Xullas shunaqa narsa ekan mana. Oldida oynasi. Demak, keyingisi bu ham menga kelgan. Buni taxmin qilamiz, nima ekan? Adashmasam quloq teshadigan moslama, chorvalar quloqni teshadigan moslama deb taxmin qilaman, chunki bilmadim, bundan boshqa kichikroq, bunchalik kichkina narsa yo'q edi. Yo, boshqa narsami ekan? O'sha bo'lsa kerak, katta ehtimol. Mana. Xuddi o'sha buyurtma qilgan odamlar bor bundan, lekin juda mahkam ekan. Yesi ham normal og'irgina ekan. Mana. Juda mahkam narsa ekan. Keyingisi demak, mana bundan ham kelgan. Mana bu cho'lkadan ham kelgan, mana. Bundan ham buyurtma qilganlar bor. Bular hammasi chorva uchun ishlatiladigan narsalar, akalar. Xitoydan olib keltiryapman o'zim. Meni o'zim qo'limga kelyapti, pryamoy. Mana. Hammasi mana o'qisanglar xitoycha yozib yotibdi. Xitoyda upakovka qilingan, men qo'limga kelgan. Bu degani akalar, o'rtada hech kim yo'q. Qimmat bo'lib ketmaydi. Arzonroq, anchagina. Demak, mana bu nima ekan? Bu ham qiziq narsaga o'xshayapti. Ochib ko'ramiz. Menga kelgan bu ham. Oppa. Bu kombinezon. Sariq kombinezonlar bor edi mana, nima, ko'zoynagi bilan. Shunaqa komplekt mana bu. Mana perchatkasi, etigi, mana qaranglar, qanday haqiqatan zo'r narsa ekan. Etigi vashi mahkam ekan. Ko'rsataydi bu. Hayır, etigini, material prosta uda, qaranglar. Dahshat. Bitta shuni olib bersam bugun javob bersin. Bu ichi dahshat ekan, akalar. Havasim ketdi. Material vashi zo'r ekan. Maslahat beraman. Haqiqatan uda material qaranglar. Bu material kim buyurtma qilgan bo'lsa ham, iltimos kiyib, avzor qilib o'zini fikrini tashlasin bizga, kim olgandan keyin. Sariq kombinezondan kim buyurtma qilgan bo'lsa. Qo'yamiz buni ham. Achkisi ham bor buni. Tak, endi korobkalarga o'tamiz. Demak, kimga mana shu hozir ko'rgan yoki bundan keyingi ko'rayotgan mahsulotlaringiz kerak bo'lsa, bizda pastda Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalda nomini qo'yib ketamiz. Pastda. O'sha joyga o'tib, bemalol buyurtma qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Programmamiz bor. Buyurtma qilib qo'ysanglar, ochiritga qarab, telefon qilib taqatamiz. Hech kim o'shanda qolib ketmaydi. Agar telefon qilib, og'zaki buyurtma qilsanglar, qolib ketish ehtimoli bo'ladi, akalar. Shuning uchun bu ham bizda o'sha shpritsimiz. Bunisi faqat nima? 5 milligramlik. 5 milligramligi keldi. Kecha 10 milligramligi keldi. Bu 5 milligramlik mana. Hammasi 5 mana. Xudo xolasa, shpritsimiz yetib keldi. 5ligi. Maskani kutyapman akalar. Maskani to'g'risi juda ko'p odam kutyapti.
Bu ham mening ham o'zim o'qib ko'rdim. Buni ichida katta ehtimol bo'ynagi qo'ydi juvon oladigan apparatmi deyman. Poyilka. Poyilka zakaz qilganlarim bor edi. Akalar, mana poyilkalarimiz kelibdi. Mana. Haqiqatan seriozni bu vesi bekorga narxi o'zgargan kimda xabari bo'lsa, vesi rostdan og'ir ekan, juda mustahkam narsa ekan akalar bu. Vahshiy ekan, juda og'ir. Kim buyurtma qilgan bo'lsa, mazza qilib ishlatadi xudo xolasa. Zo'r. Keyingisi katta sandig'imizga keldi. Qani? Muncha o'ragan. Akalar, bularni Xitoydan olib kirish oson bo'lmayapti. Nima uchun? Ko'pi taqiqlangan. Taqiqlangani qanday? Shu farmatsevtika vositasi boshqa mumkin emas ekan. Shu uchun oson bo'lmayapti. Men ular bilan hamkorlikda ishlaganim uchun boshqa qilib o'tkazib beringlar, bizda ham ishlataylik. Bizni chorvadorlardan foydalansin bu deb o'tkazyapman. Xitoyliklar bilan hamkorlikda ishlaganim uchun. Demak, hamma kutgan maskalar yetib keldi. Mana maskalarning zapaslari qaranglar, filtrlari. Hop, maskamizni tagida bo'lsa kerak, chappacha ochib qo'ydimmi bilmadim, xullas to'g'ri ochdimmi. Xullas bu zapaslari. Hammaga buni zapasi bilan va'da qilganman men, shu narx ichida deb. Demak, maskamiz ham kelgan, qaranglar akalar. Maska kelgan. Poyilka mollar uchun, qo'ylar uchun ham ishlatsa bo'ladi. Juda mahkam ekan. Vashi respekt. Xitoyliklarga mana mustahkam narsalar chiqaradi, o'ylamagandim. Chotki narsalar, to'g'risi gapda mana. 1,5 kilo chiqadi-yu, og'irligi bilmadim, dahshat. Mana bundan ham kelgan, 4 ta kelgan bundan. Yana keladi, xudo xolasa. Endi buyurtma kim qilgan bo'lsa olib kelib beryapman. Demak, shpresslar kelgan, 5 mg-ligi, 10 mg-lik kecha kelgandi. Maskamiz mana filtrlari bilan, zapas filtrlari bilan buyurtma qilganman. Maskamiz nechta kelgan bilmadim. Adashmasam 10 ta bo'lishi kerak. Maskani ochib ko'rsatay. Maskamiz mana o'zini filtri qo'yiladi. Buni ichida mana filtrlar almashtirilaveradi. Maskani o'ziga kelsak, mana ajoyib maskamiz. Juda ko'pchilikka yoqqan. O'zlaringiz ochib bu salaxonda bo'ladi. Bu yoqqa o'rnatib olasiz, ochib. Bu yoqqa bittasi bo'ladi. Juda zo'r narsa. Kim olmagan bo'lsa oldin, bu nimaligini bilmagan bo'lsa, Instagramda profilimizga o'tib, videolari bor, qanday nimaga ishlatiladi, ko'rsanglar bo'ladi. Bu hidga ham, changga ham, zaharli gazlarga ham zo'r. Protogaz bu. Faqat protogaz zamonaviysi, ya'ni terlab qolmaydigan, bemalol ishlaydigan xili. Xullas, qo'yamiz. Bu yoqda yana 30 mg-lik albin ichiladigan apparatimiz kelgan. Mana bularni ham kim buyurtma qilsa tarqatamiz bo'lsa. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, pastda Telegram kanalimizni qoldiraman. O'sha joyga o'tib, sotib olish degan knopkani bosib, buyurtma qilsanglar bo'ladi programmamizdan. Biz keyin kelgandan keyin mahsulot sizlarga aloqaga chiqamiz telefon qilib. Demak, kuzatishda davom etinglar. Kimga kerak bo'lsa, chorva mahsulotlari aloqaga chiqinglar, lekin menga eng yoqqani mana bu bo'ldi lekin. Yomon dahshat narsa ekan. Buni material bilmadim, etik dahshat ekan. Etik juda yoqdi. Juda yoqdi. Komplekti bor. Adashmasam, bu mana shu komplektlar o'xshab 250 300 mingmidi, bilmayman, 200 mingmidi adashmasam, so'mda. Chunki tushyapti adashmasamda. Shu zo'r narsalar bor ekan. Maskalari bor ekan. Ana nimasi bor? Ya'ni nima, mana qaranglar. Qanday zo'r narsalar bor mana. Bu taqiladi. Bu ham zo'r. Materiali ham yaxshi, sinmaydi. Etiklangan zo'r ekan. Sog' bo'linglar. Buyurtma qilinglar. Kimga kerak bo'lsa, foydalaninglar.